Hamma mashina minadi, mashina minmagan patnechigimiz qolmaydi. O'g'lim, bizni kuzatib turganlar nima qilsin? Like bosinglar, kommentariy yozinglar. Biz bu savdolarni boshladik. Xohlasanglar mana Matiz mashina qilib beramiz. Xohlasanglar Nexus qilib beramiz. Xohlasanglar Spark mashinani o'zingizlarni nominglarga rasmiylashtirib beramiz. Mashinadan muammosi yo'q, akalar mana. Avion keng, bitta mashina bor, sotilyapti, o'rniga yana kelyapti, sotilyapti, o'rniga yana kelyapti. Mana shu tomon to'ni bizga qarashli simmada aytadi, quyosh nuri tushib turgan har bitta joy bor, dedingiz. Har bitta ko'rib turgan mashinalar ishonch avtoga qarashli bo'ladi. Demak, tushuntiraman. Sparklarimizda oylik to'lovi 2.500.000-2.600.000 mingdan 4 yilga chiqadi, boshlang'ich to'lovi bor. Nexuslarimizda oylik to'lovi 2.700.000-2.800.000 mingdan chiqadi, 2.900.000 mingdan chiqadi uzoq 4 yilga. Boshlang'ich to'lovi bor. Xo'p, Gentramiz mana 3.700.000 mingdan chiqadi, jigar bu? 3.600.000. Qancha? 3.600.000. 3.600.000 mingdan chiqadi 4 yilga. Bu ham boshlang'ich to'lovi bor. Ve bu tomonda Gentralarimiz bor. Gentralarimiz yili qanaqa jigar? 23. Necha? 23. 22 Gentralar. Cobalt 19 oylik to'lov 3.200.000 mingdan. Bularimiz oylik to'lov 4.400.000 mana shunaqa atrof chiqadi, 4.5 million atrofidan. Xo'p, 22-23 bo'ladi. Avtomati ham bor, mexanikasi ham bor. Xo'p, endi bunimiz naqd sotiladi. Bunimiz oylik to'lov 2.800.000 mingdan. Buni oylik to'lov 2.700.000 mingdan bo'ladi. Videoga like bosinglar, 95 lik 702 90 lik 123 42 42 raqam bo'ladi. O'zingizlar minib yurgan Gilesga mashinalarda olib kelayotgan bo'lsanglar, o'zingizlarning nominglarga yili-yangi mashina qilib beramiz. Siz bizni qayerdan kuzatyapsiz? Qo'lingizda qancha pul bor va nima mashina olmoqchisiz? Kommentariyada albatta yozib qoldiring. Hop, Telegramga kirib Ishonch Avtoshuhrat deb yozsanglar chiqadi yoki Instagramda ham Ishonch Avtoshuhrat deb yozsanglar chiqadi. Videoga like bosib, mashina olmoqchi bo'lgan tanishlarga shu videoni yuborib qo'yinglar.